Mashina olganingizda mashinani tan narxiga va chiqayotgan boshlang'ich to'loviga jiddiy e'tibor bering. Men hozir sizga mashinliklarning 3 ta hilasini sanab bermoqchiman. Masalan, 21-yildagi Gentra'ning tan narxi $11,000 bo'lsa, mashinani boshlang'ich to'lovi 3 yilga sizga $650 bo'ladi. Qanaqa baldashyapti deysizmi? Sizga mashinaning tan narxini 10,000, 10,500 ko'rsatib, yolg'ondan chaqirib olib, boshlang'ich to'lovingizni baribir sizdan $650 olishadigan bo'lsa, qarab sizga mashina sizga $11,000 ga o'tadi. Ikkinchi xila, mashinani tan narxi to'g'ri, 3 yilga chiqadigan boshlang'ich to'lovi to'g'ri. Lekin siz 4 yilga yoki 5 yilga oladigan bo'lsangiz agar, boshlang'ich to'lovingizni sun'iy oshirib qo'yishyapti. Nimaga desangizga, sug'urta hisobiga deb qo'yishyapti. To'g'ri, sug'urta hisobiga ozgina oshadi, lekin unaqa $500-600 emas-da. Uchinchisini hamma biladi. Arzon boshlang'ich to'lov bilan yoki boshlang'ich to'lovsiz deb chaqirib, GAI, notarius, zapret to'lovlarini xullas $700 ga yaqin xarajatda o'zingizga qilishyapti. Xullas, ehtiyot bo'lasizlar. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta dona like bosib, aldanib qolishni xohlamagan do'stingizga videoni jo'natib qo'ying. Aytgancha, aldanib qolishni xohlamasangiz, bizning ofisimizga kelib, shuncha mashinani, boshlang'ich to'lovlarini 3 yillik, 4 yillik hammasini haqqoniy Telegram kanaldan ko'rib, baraka qilib ketsangiz bo'ladi.